Bunaqa bakligini ko'rganlar bormi obunachilar? Mana buni qaranglar, joning hisobi yur, turishni qaranglar. Gigant, tozasi mental. Mana bu yelinni qaranglar, yelindi. Tutamni qaranglar. Aka bu kasal-basal ha? Top soppaso. Bu yelinni qaranglar. Nechtasi bor siromasi aka buni? Qancha? O'g'izda 25 ta. Voy joning hisobiga. Nechinchi tug'ishi buni? Qancha? Puli 80 million bu aytilayotgan. Bola bu qancha? Mana, bola ham semental tushib ko'rsatayman. Joning hisobiga. Nechta tuqqan? 3-chi bolasi. Nechta sut bergan oldin? Egasi 35 ta bergan. O'g'izda 35-40 ta bergan. Mahshi yelinga nechta sut olingan topganga xudo xolasa frisk qo'yamiz obunachilar mana. Ko'z deymasin. Bakni qaranglar. Prosta mencha ham shu 40 tani yon berdi, shular mana. Ko'z deymasin. Bo'yi ham yeri 1.60 ta yon berdi o'ynab yuradi xudo xolasa. Molimiz undan ham baland. Ko'z deymasin. Bola o'zi alohida deymiz. 80 million baho dilyapti ham shular. Uni qaranglar. Joning hisobiga. Bozor qanchaga bordi aka? 72 ga bordi. 72 million so'rashdi, berilmayapti ekan. Shu o'g'izda 25 ta sutga o'g'izdan chiqqanda ag'ini hisoblab olasizlar. Bo'ylari shu 1.60 tepasida xudo xolasa o'ynab kelaveradi. 3-chi tuqqandingiz-a, 3-chi bolasi bu qancha ekan mana. Bola ham toza ko'z deymiz. Narxi 80 million kami bor, 72 millionning ustida savdo qilyapsizlar xudo xolasa. Qani to'xtasinchi ashta bitta. Bitta fonga tushib bering endi. Joning hisobiga. Telefon nomerimiz nechi? 93 925 55 65 55 65 nomeriga qiziqqanlar, ag'ish qozlar bo'lsa, telefon qilib savdolashaverasizlar xudo xolasa. Shular mana. Ko'z tegmasin, joning hisobiga. Barakasi bersin. Ketdik. Qani marta ham turadi. Ay joning hisobiga. Hamma turishanlar. Onasi alohida tegma, bolasi alohida tegma deydi. Ko'z tegmasin. Turadi qaranglar. Joning hisobiga. Kesdingiz. Oldinmi? Yaxshi. Necha pulga olindi? 68 millionga olindi. Ustiga yurganga berilaveradi, ha? Mana. Ko'sti emas, joning hisobi turadi qarang. Nechinchi tug'ish aka? 3-chi bolasi bu qancha, ha? Bu qancha? Nechta sutlari bor? 30 ta bergan ekan buni oldi. 30 ta bergan ekan. Hozir emib yurib 8 ton toshyapti. Ha, emib yurib 8-10 litr toshyapti mana. Ko'sti emas. Mana ham akalar kam narsa emmaydi, kami 10 tan debas demadi, ha aka. Ko'sti emas, turadi qaranglar. Joning hisobi. Bitta fonga qani? Mashetdan. Zo'rsan, ko'sti emas. Molimizni bo'ylari, endi men primerni o'lchayman, aniq basak shular mana. 1.40 tepasida. 45-50 dan berdi o'ynab turadi. 50 basi 45 plus minusga olasizlar. Usta oldin 30 ta bergan ekan, hozir 10 ta yon berdi. Bolasi emib yurib shuncha ekan. Bolasini qaytarsalar ham bir 20 ta 25 ta yon berdi o'ynab turadi xudo xolasa. Bola bu qancha? Mana bola ham zo'r katta bo'lyapti, ko'z tegmasin. Mana 3-chi tug'ish ekan. 1 oylik 3 kun bo'ldi bo'zaycha. Buni qarang, 1 oylik 3 kun. Jaydari bo'zay bilan semental nima farqi bor deydi-yu. Jaydari bo'zayda 3 oyligi bilan sementalni 1 oyligining farqini ko'rib ko'ringlar. Tepadan xudo xolasa. Oyoqlariga ham e'tibor berib ko'rasizlar. Bilaman. Zo'r, ko'z tegmasin. Aka, nesil baho aytamiz bunga? Bunga beraveradi 75 million. 75 million so'm, kamini so'rab telefon qilishaveradi. Telefon nomerimiz 93 93 216 216 4485. 4485 nomeriga aloqa chiqarasizlar xudo xolasa akalar. Manzil Shahrixon Cho'ja bozorida turibmiz. Andijonda mana. Yelini 3 ta aytib qo'y. Yelini 3 ta, 3 yelin. Mana aybi shu ekan, 3 yelin ekan. Bu endi ayb ham kirmaydi akalar mana. 3 ta yelindan ham sutini sog'ib olasizlar. Aka barakasini beryapsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Joningiz sog', salomat. Zo'r, Xudoga shukr. Mana molni maqta deydi Xudo xolasa. Maqtaga arziydigan. He, maqtagulikka arziydigan mol ekan. Qo'ldan kelgancha Xudo xolasa mana ko'z tegmasin. Borini aytdik. Nech pul deyapti ekan? 75 million kami bor deyapti. 62 millionga olinibdi. 3 yildan ekan, 3-chi tug'ishiga bolasi buqa ekan.
Sutlari 10 tani tepasida hozir bor ekan, bolasi emib yuribdi ekan. Qo'yvorliq. Bolasini qaytarsa 20 tani tepasida ekan. Omam zo'r ekan yoshlar. Ko'staymiz. Barakasini bersin. Mana yurishlarlar yurishdi. Joni sog' bo'lsin. Dahshatmi prosta aytko'lar. Olmaydigan odamlar ham hech havas qildim, niyat qildim bo'yla oxirlayinda mana shunaqa kamida 3 ta nasib inshaalloh mana. Voy joning sog' bo'lsin. Zo'r. Mana buni qarang. Buni ham havas qildim yozib qo'ylar. Xudo xolasa Alloh o'zi nasib qilsin inshaalloh mana. Ko'z tegmasin. Zo'r. Barakalarni bersin. Ketdik mana. Yalashning frisortlardan, akalar, rossiyskini go'zallaridan, men yoshlardan so'raganlar akalar. Qora aka bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 2 oylik. Nechinchi qoringa? Ikkinchisiga 2 oylik bo'g'oz. Mana. Sutlari bor-a? Nechta? Kechqurun sog'ilgan. Kechqurun sog'ilgan 18 ta suti bor. Mana. Ko'z emas. Mana tep formatligi. Mana bak. Yaxshi, ko'z emas. Zo'r. 18 litr sutga ikkinchi qoringa 2 oylik bo'g'oz. Aniq-a, xudo xolasa. Mana. 2 oylik bo'g'oz 47 million so'mga bermayapti. 47 millionga berilmayapti. Sodalari 47 millionga bordi. Bo'ylari 1.50 tepasida. 1.50, 2.53 shunaqa chiqadi, xudo xolasa mana. Ko'z emas. Turishni qaranglar. Vahshiy. O'shani ustida aloqa chiqishaveradi, ha? Telefon nomerimiz 95 540 44 ha? Qiziqqanlar mana. Qiziqqanlar mana. Uzr aka. Bemalol telefon qilib, so'dalan qilasiz, xudo xolasa mana. Ko'z tegmasin, vahshiy dahshat. Zo'r. Aka barakasini bersin. Buni nima ko'rmay qoldik biz? Turishini qaranglar, buqani. Joning sog' bo'lsin. Buqa enaga yetib qolgan xonasida. Mana. Vahshiy dahshat. Aka nechinchi qorin tuqqan? Birinchisiga. Birinchisidan mashina bola beribdi. Akalar 200 ta tasavvur qilib qo'yinglar, xudo xolasa mana. Buqani qaranglar, ko'z tegmasin. Vahshiy dahshat. Birinchi qoringa bola buqa. Nechta suti bor aka? 25 ta. 25 ta. Necha pul vaqt aytyapmiz? 80 million. 80 million vaqt aytyapmiz. Bola o'zi 1 metrdan o'tgan, 1.5 shunaqa o'ndi yon berdi. Enasi 1.40 plus minus o'ynaladi, xudo xolasa mana. Orqadan baklar mana. Yondan mana. Tutamlar zo'r, ko'z tegmasi. Oppoq tutam, yelin. Zo'r. Qani mashinadan chiq. Bitta zo'r. Ko'z tegmasi. 80 million bu aytilyapti, xudo xolasa 80 kamini so'rab telefon qilasizlar. Bozor so'radimi? Dangali qancha bo'ldi? 70 million. 70 tepasida aloqa chiqarasizlar ekan, xudo xolasa. Telefon nomerimiz nechi? 90lik 844 840 1101 nomeriga aloqa chiqarasizlar mana. Xudo xolasa bolani o'zini 1 yil boqasi enasi bepulga qoladi inshaalloh. Bitta qochirib qo'ysalaring, bitta bolasi bilan bepulga qoladi inshaalloh mana. Zo'r. Barakasini bersin aka. Ketdik, davom etamiz. Ketdik mana galishtin frizlardan. Ko'staymiz. Dahshatlarni. Yirilingan qaralar bularni 1.60 ta 11 da o'ynab kuladigan xonalardan akalar. Ikkinchi zo'ri turibdi. Aka bo'g'oza bular. Necha oylikdan? Salkam 6 oylik. Ha. 5 oylik. Bu 5 oylik, u 6 oylik. Mana. Bunisi 5 oylik, bunisi 6 oylik ekan. Nechtadan tuqqan? 2 ta tuqqan, 3 ta. Bu 2 ta tuqqan, bu 3 ta tuqqan. Uchinchisiga, to'rtinchisiga bo'g'oz, xudo xolasa. Narxlarni qancha aytyapsiz bularni? 1 million jigami bor, 40 millionga 45 million kami bor mana o'shalar. Ko'z tegmasin, xullas vahshi. Maqtamay qo'yaveray, xullas o'zlaring maqtab olasizlar buni, ko'z tegmasin. Dahshat prosta o'shalar mana. Ko'z tegmasin, joning sog' bo'lsin. Turishini qaranglar buni. Joning sog' bo'lsin. 40 millionga 45 kami bor, ha? Telefon nomerimiz nechi? 99lik. 3 ta 0 50 30 nomerga aloqa chiqarasiz mana. Ko'z tegmasin. Qiynalmasdan tervasan. Like'larni bosib qo'yinglar, men uni ko'ringlar mana. Barakasi bersin aka. Yana bolasidan so'raganlar. Qancha ekan aka? 70 million.
70 milyon so'm bu aytilyapti. Bo'ylari shu 1.60 dan beri o'ynab yuradi, xudo xolasa. Mana. Aniq bilasadimmi? 1.60 dan berida deyapmiz. Endi ag'ini kelib o'zing o'lchab olasizlar, xudo xolasa. Biz metrimiz yo'q, boshqamiz yo'q. Ko'zimizda chamalaganimizni aytyapmiz. Bolasi bu qancha? Solab. Nechinchi tug'im? 3-chi bolasi. Nechta sutlari bor? 20 ta beriladi. Ko'rsatamiz. 20 litr sutga 3-chi qoringa bolasi bu qancha? 70 milyon kam bor, ha? 70 milyon kam bor. Bozor qancha bor dertamanda? 52 milyon qilishdi. 52 ni tepasida 70 ni pastda xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerlaringizni aytchi. 93 222 0276, ha? Qiziqqanlar bemalol telefon qilib savdolashaverasizlar, xudo xolasa ukalar. Mana. Prosta zo'r variant. Ikki barakasi. Mana qaranglar, joni hisobiga turishdi, qaranglar turishdi. Fonga turaman deyapti-yu. Qoraga qancha ekan bu? 70 kam bor, bo'g'oz. 70 kam bor. 65 kam. 65 kam bor. Bo'g'oz necha oylik? Mana 10 kunda tug'adi. 10 kunlik qolgan. Mana shular 10 kun kutaman bolasi bo'lsin degan xonalardan. Ko'la ko'rsatmas. Bo'ylar 1.60 plus minusda 10 kunlik qolgan, xudo xolasa baklarni ham solishni boshlabdi. 65 milyon kami bor ekan. Nechinchi qoringa bo'g'oz aka? 4-siga, 3-siga. 3-chi qoringa bo'g'oz ekan, ko'rsatmas. Ketdi, mendan ham aylantirib olib beray buni. Voh, yomon urdi. Dahshat prosta ukalar. Ko'rsatmas. Vashi zo'rmi? Qoraga telefon nomeri aytib oling. 91lik 329 1979, ha? Qiziqqanlar telefon qilib 65 millionni pastda savdolashaverasizlar. Mana, ko'rsatmas. Qoraga barakasi bersin. 2026-yil 14-yil sanasiga Andijon shahri Xon Xo'ja Xollonbek bozorida bo'ldik. Ena bola sigirlar, bo'g'oz sigirlar narxlari bilan tanishdik. Xudo xolasa videolarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, ekranga bitta like patga bosing. Unutmanglar. Kuzatib borgan hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha obunachlar. O'z fikrlaringizni izohda qoldiringlar. Xato kamchilik nuqsonlarimizni yozib ketsalar, xudo xolasa keyingi videolarimizda to'g'rilashga harakat qilamiz. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.